Bangtan olami Telegram va YouTube kanali uchun Yunmin tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Men buni qilganimdan keyin orqaga suyanamanmi? Biz ilgari qilgan qabul bilan men umuman qoniqmadim. Shuning uchun meni tushunishingizni xohlayman. 천천히 걸어도 될 것 같아. 아 진짜 더워. 와우. 매요 매. 오 야. Sen bilan tanishganimdan xursandman. Uning ko'zlari juda chiroyli. Hozir biz turgan joy juda ham chiroyli va bu yer juda mashhur restoran. Va'da beramanki, eng chiroyli kadrlarni olish uchun bor kuchim bilan mehnat qilaman. O'ylaymanki, suratga olish jarayoni muammosiz yakunlanadi. Eshik ochilgandan so'ng tashqariga chiqaman, shunday emasmi? Thank you man. It was beautiful, beautiful shot. Thank you. Yeah, let's see you. Suratga olish boshlandi. Mamlakatimiz haqiqatan ham juda chiroyli. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. Juda ham issiq. Qanday qilib bunchalik issiq bo'ladi? Odamlar bu yerda yengilmas bo'lishlari kerak. Issiq, juda ham issiq. Odam harakat qilmay, harakatsiz turing.
Bu yer ochiq bo'lgani uchun shamol bor. Menga bu yer issiq bo'lishiga qaramay yoqyapti. Bu yer haqiqatan ham chiroyli. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. Shunday bo'lsa ham yana bir marta suratga olish yaxshi. Mayli, yana bir marta olamiz. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. It looks amazing. Ob-havo juda ham ajoyib. Siz ko'rib turganingizdek, manzara juda chiroyli. Suratga olish guruhi va xodimlar hammasi menga juda yaxshi muomalada bo'lishdi. Va ular juda ajoyib ish qilishdi. Shuning uchun menga uncha qiyin bo'lmadi. O'ylaymanki, natija ham shu kabi ancha yaxshi bo'ladi. 되게 멋지게 나올 것 같아요. 제가 촬영하고 있는 곳 Armi keldi va meni juda xursand qildi. 제가 Men ularni ko'rishim uchun bu juda kam imkoniyat. 오셔서 보겠어요. 그래서 Men Qatar armiyalaridan minnatdorman. 기 살려준 Ular meni xursand qilish uchun ham kelishdi 멀리서 va men ham rahmat aytmoqchiman boshqa barcha armiylarga. 여러분들께 Buni eshitib meni uzoqdan qo'llab-quvvatlayotganlardan men energiya oldim va sizlarga katta rahmat. Avval kelganlarimga qaraganda Qatar ancha yaxshi ko'rinadi. 괜찮은 Ha, u juda o'zgargan, juda chiroyli bo'lgan. Albatta, bu men uchun biroz issiq edi, 그래도 lekin bu juda chiroyli va ajoyib. Va agar imkon bo'lsa, albatta Qatarga kelasiz deb umid qilaman. Umid qilamanki, bu video reklamaga yordam beradi. Ha, jahon chempionati uchun. Yaxshiyamki, men bugungi kun jadvalini tugatdim. Iltimos, jahon chempionatini intiqlik bilan kuting. Bu videoni ham intiqlik bilan kuting. Katta rahmat. E'tibor uchun katta rahmat. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa esa uzr so'rayman. Bizni kuzatishda davom eting.